to'g'risi kutmagandim. Hattoki familiyam chiqqanda ham o'tirdim. Assalomu alaykum. Man Umra safariga oilamiz bilan kelgandik. Mana oxirgi mavsumda tashkillashtirishgan ekan. Umra sertifikatini yutib oldim. Oktyabr oyida rejalashtirgandik. Ma'lum bir sabablarga ko'ra nasib qilmagandi. Mayli, xayrlisi deb ko'ngilli xotirjam qilgandik. Balki shuni bir mukofoti deymizmi, bilmadim. Xursand bo'ldim. Anchadan beri Instagramda kuzatardim. Niyat qilgandim umraga oilamiz bilan birga kelishni. Alloh nasib qildi. Kattakon rahmat. Hamma tashkilotchilarga katta rahmat. Hozir hayajondaman, baribir. Rahmat kattakon. Tashkilotchilarga juda minnatdorman. Men o'zi bormasimdan oldin, bu yerga kelmasimdan oldin juda ko'pchilikka tavsiya qilardim, chunki men o'zim kuzatib, agentstvaga borib gaplashganman. Juda muomalali, chiroyli qilib, ipidan ignasigacha chiroyli qilib tushuntirib berishadi. Rahmat katta.